Voy. Mana. Men tushunmadim. Rangi nima unaqa buni? Xullas, bu go'sht masaligi aniq. Danarlarni solishtirib ko'ring dedinglar. Mana zakaz qildim. Ko'raman oxiri nima bo'ladi. Bu videomiz sal uzunroq bo'ladi. Sabr qilasizlar. Birinchi bo'lib Evos yetib keldi. Danari narxi 35 ming, dastavkasi 15 ming. Ko'ramiz qanaqa holda ekan. Men tushunmadim. Rangi nima unaqa buni? Biza mol go'shti zakaz qildik, lekin ko'rinishiga qaraganda tuviga o'xshyapti bu. Nima bunaqa? Men bu oppoq bo'yotibdi bunaqa. Xullas, bu go'sht masaligi aniq. Bu qanaqadir qiyma, lekin meni tushunmayotgan narsam nima bu bunaqa och hidi ham g'alati. Noni quruq, bu farsh. Ikkinchi bo'lib fidab keldi. Danari o'zi 36 ming, dastavkasi 15 ming ekan. Ko'ramiz buni ahvolini. Upakovkani ustida ozgina ishlash kerak, chunki qog'ozi ham bukib qolgan, lekin ho'l emas, ana xot-doklarga o'xshagan. Mana. Ko'rasizlar? Bu o'zi go'sht. Lekin bitta narsani aytaman, nonini o'zi hamcha tushunmagan. Men diyetadaman, lekin sizlar uchun diyetani buzdim. Nonini o'zi vkusniy, haqiqiy go'sht, chaynaladigan sal qattimroq, lekin go'sht bo'lganini hisobiga bo'lsa kerak. Meni o'zimda ham lavashxona bo'lgan, juda ko'p yillar oldin turkli ishlagan. Unda ham go'shtdan qilardi-da. Noni haqiqatan shirin ekan. Uchinchi bo'lib Oqtepa keldi. Buni yeb ko'ramiz. 31 ming danarni o'zi, 15 ming dastavkasi. Xo'sh. Bu ham xuddi shu ahvol. Men tushunmadim, bu ham to'g'mi yoki bu go'shtmi? Biz go'sht zakaz qilganmiz mana bunaqa. Xommi bu? Ziravorlarni ham dunyonikini qo'shishgan ekan, qidini yo'q, tushunmi bilmayman. Mana. Steak fermentированный bo'lsa, uni pishirib yesanglar bo'ladi. Sal xomroq qilib ishlama bo'lmaydi. Lekin mana bunday narsani yegandan keyin gijja paydo bo'ladi. Ichinglarda nima qilasiz-da? Boya Evoskini ham tishlab ko'rganim uchun men o'zimni xavfga qo'yib yeb ko'raman. Kengisiga o'taylik. Go'sht danar. Xo'sh, danari qimmatroq qolganligiga nisbatan 41 ming, lekin dastavkasi arzon ekan. Общий 50 ming bo'ldi. Va xullas, plusligi sousi bor ekan. O'zi Turkiyada bilishim bo'yicha lavashlarni, donerlarni qilishganida sousini alohida beradi, odam tushunishi uchun. Sal qurib qolgan, ko'rinib turibdi, sousini qo'yamiz, lekin men qo'y go'shti yemayman, shunda gupillab ham qo'y hidi kelyapti. Bilmayman nima aralashtirishadi. Yana bitta narsa, menimcha bular farsh bilan mol go'shtini aralashtirishadi, chunki orasiga farsh. Qaysidir farshga o'xshayapti, qaysidir go'shtga o'xshayapti. Hidi bor. Lekin mana noni yaxshi. Go'sht juda yuqib ketishganligini hisobiga menimcha sal qotgan. Xo'p, 5-chi bo'lib Abi danar keldi. Danarni o'zi 57 ming, dastavkasi 33 ming. Eng qimmat danar va eng qimmat dastavka bo'ldi bunisi. Danar Express deyapti, lekin Millenniumdan yuborishyapti. Ajoyib. Quruq go'sht. Bular sous solishmas ekan. Quruq go'shtni o'zi noni bilan yeb ko'ramiz, qanchalik bo'lar ekan. Ozgina qo'y hidi kelyapti va quruq. Chaynashga ham qiynalyapman lekin. To'g'ri? Go'sht ko'p. Oxirgi bo'lib muhtasham danar keldi. Men lopatkada hammaga tashlashayotganini qilsa, lekin to'g'risini ayting, o'sha padash menga umuman yoqmadi. Xullas, dastavkasi 20 ming, o'zi 48 ming ekan. Agar bu danarni yeb keyin ketidan kimdir bilan uchrashadigan bo'lsangiz, mabodo o'pishishga yemaganinglar ma'qul, chunki ichi to'lib piyoz ekan. Xullas, sousi yo'q. Sous o'rniga bir tonna kartoshka ketib qolgan ekan. Bilam yog' bo'yotibdi, ko'rinyapti. Sous bilmayman nima solishmaydi. Bu go'sht ham juda svetliy. Bu ham mana Evoslarga o'xshab go'sht bo'lgandan keyin sal to'qroq bo'lmaydi, bismillah. Yaxshi bilan o'pishmayman, chunki yo'g'rini. Piyoz ham qutqarmayapti, quruq. Men alohida sous bergan bo'lardim. Hamma danarlarnichi muammosi bor-da, shu hidi. Bilmayman nimaga unaqa. Shundoq quyi anaqasicha mazasi bor, mana shunda tanligimda turibdi bor-ku. Xo'sh, o'zimni xulosamga keladigan bo'lsak, tak, 10 balli sistemada ondan 7,5 mi fidabga qo'ygan bo'lardim, chunki haqiqatan go'shtdan qilishdi bu молодцы. Noni vkusniy, noni menga juda ham yoqdi, lekin upakovkani ustida ishlashingiz kerak, chunki sal bukib keldi. Tak, ondan 6 qo'ygan bo'lardim go'sht danarga. Go'shtligi bilinib turibdi, vkusniy, lekin juda yuqi keskansizlar va hidi bor. O'shani hisobiga men ballilarni olib tashladim. Abi danarga ham, muhtashamga ham ondan 6 qo'ygan bo'lardim, chunki ularning ham hidi bor, lekin ikkalasi ham suqo'y, sous alohida berish kerakmi bilmayman, chunki soussiz menga yemadi. Iltimos, kartoshka, piyozlarni muhtasham unaqa solib tashamaydi. Chiroyli qilib yesa bo'ladi, solib bersa bo'ladi menimcha. Evos bilan Oqtepaga baho qo'yishga sal ikkilanmayman, chunki shunda qiyma bo'yotibdi. Qiymani ichiga nima solishgan, nimadan tayinlangan men bilmadim. Oqtepa shunda xom joylarini ko'rdinglar. Endi xom narsa yegandan keyin ichida gijji bo'ladi. Bu steak emas sizlarga. Shuning uchun bu ikkalasiga men ball qo'ymayman. Agar xafa bo'lmasanglar, o'zingizlarning xulosalaringizni, fikringizni kommentariyada yozinglar. Sizlarga qaysi danar ko'proq yoqadi, qayerdan zakaz qilasizlar va keyingi safar nimani yana solishtirib ko'ramiz. Aytgancha, like, podpiska, kommentariy hammasi bitta bo'lib, pul emas, tekinga shundoq bosib qo'ysanglar bo'ladi. Masalan, yaxshi ko'raman.